Salom, bugun sizlar bilan pizza qilamiz. Bu pizza boshqa kafelarni, anaqalarnikiga o'xshamaydi. Bu prosta домашний pizza. Sizlarga birinchi bo'lib narsalarni aytib chiqmoqchiman. Qanaqa bo'ladi, ko'rinishi qanaqa, mana shu narsalarni aytib chiqmoqchiman. Birinchidan oddiy non kerak bo'ladi. Домашний pizzaga oddiy non kerak bo'ladi hozir. Keyin bizga shu hech bo'lmagani uchun tomat qo'shmoqchiman. Mayin nimada домашний pizzalarda mayin chiqish uchun anaqa sariyog' qo'shmoqchiman. Boshqa joylarda qo'shmaydi, baribir mayin chiqadi. Endi bu oddiy non bo'lgani uchun sariyog'ni qo'shamiz mayin chiqish uchun. Keyin menda kolbasalar yo'qda sosiska qo'shaman. Menda uzun sosiskalar bor. Еще sir, yozilgan mana shu narsalar qo'shamiz. Non, o't ustiga qo'ymaymiz, oxirigacha ko'ringlar, zo'r narsa chiqadi. Hozirlar ko'rsataman. Menda bunaqa non bor edi, qaranglar. Bunaqa non. Voy, ketadi telefon. Bunaqa non bor. Shuni bitta donasi kerak bizga. Bitta donasi. Agar ko'pchilikka qilmoqchi bo'lsangiz, o'zi xohlaganlarcha qilasizlar. Tomat, mana bunaqa tomat ovqatlarga qo'shadi. Shuni qo'shmoqchiman. Bir marta o'zim qilib ko'rgandim. Menga hech kim yordamlashmayapti. Hozir oshxonada faqat Asilzoda, Musfira, Emin bor. Mana sizlarga ko'rsataman. Salom. Bunaqa sosiskalar bor. Shundan 2-3 donani yetib qoladi menga. Sizlarda kolbasa bo'lsa, kolbasa qo'shaverasizlar. Hozir bizga pichoq kerak bo'ladi, shu o'rtasidan keyin sizlarga tushuntirib chiqaman. Bunday qilib qaranglar. O'rtasida bunday qilib kesib chiqasizlar, shu yarim bo'lishi kerak, yarim bo'lishi kerak. Och eshikni Asilzoda. Shu ehtiyot bo'lamiz o'zi. Bir marta podelka yasaganimda urajaga. Ana shu videoni keyin sizlarga qo'yaman. Qo'yaman. Podelka yasagan, qo'lim kesib olgan mana aytdilar. Shuni ancha bo'ldi. Vtornik bu nima deylar? Vtornik o'zbekchada shanbami? Shanba debman. Shanba subota-ku, seshanba. Seshanbaga yasash kerak edi. Dushanba qilmishdi, dushanba. Bugun shanbada qildi. Yeni bolalar. Do'stlar. Hozir buni kesib olib sizlarga keyin ko'rsataman. Qo'lda qaranglar, bizga katta kulchata. Hozir hech narsa ham kelmayapti. Prosta hozir obed bo'lyapti, o'shanga ovqat qilyapman. Yoshman. Video qo'yganim-ku. Everybody, it's my birthday. Bo'ldi, non. Endi birinchi bizga sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog' kesib mana ustilariga bunday qo'yib chiqamiz. Iloji boricha ko'proq sariyog' qo'yinglar deyman. Agar sizlarda sariyog' yo'q bo'lsa, qaymoq yo smetana qo'sharinglar, mayin bo'lib chiqishi kerak. Shuni kesinglar bilan. Oldin pizza qilganda o'sha nimadan noni qattiq bo'lib chiqdi-da. Nimadir xato dedim. Nonda xato bor. Non u pizza tayyorlaydigan non emas dedim. Yoki men mikrovolnovkada qilganim uchun dedim. Nima plitani nima deyiladi? Shu yoqishda bilmayman-da. Agar bilganimda yaxshi chiqqan bo'lardi deyman. Mana shuncha sariyog' kerak bo'ladi. Sariyog' farqi yo'q. Men uyimda mana bunaqa sariyog' ishlataman. Musaffodan har bir narsa dash qattiq dobraydan ishlataman. Qattiq bo'ladi. Xolodilnikka sol. Endi bo'ldi, buni kesib joylab joylarga. Sariyog'larim bunaqa bo'laklarga kesib chiqdim. Endi mana shunday bo'ladi. Hozir men sal muzlaganda xolodilnikda endi oldim.
Do'stlar, sizlarga bitta narsa aytmoqchiman, lekin aytishga qo'rqaman. Nima? Tug'ilgan kunim o'tib ketdi. Video olamiz degandik, lekin olmadik. Tug'ilgan kuni buni 16-da o'tib ketdi. Bo'ldi, sal sariq kam kesibman mayli. Baribir erib ketadi, ko'p bo'lib chiqsa kerak. Hozir bu qo'llarimni tolay yo yuvalay sariq bo'ldi. Oldi. Endi tomat qo'shamiz. Nimaga birinchi tomat qo'shmadingiz desanglar, yo'q. Tomatdan oldin qo'shmaslik kerak. Qo'shib qo'yaylik. Yetadmas. O'rtalariga ham kerak. Buni bir safar o'rtasini ham kesaruvdim nonni. Yaxshi ham tovoqqa qo'ygan ekanman. Tovog'i o'rtasiga sir erib tushib ketibdi ekanda. Endi bu safar kesmadim. Mana tomatimiz ozgincha qolgan ekan, mayli. Mana shuni tugatib olaylik, keyin yangisini ochamiz. O'rtasiga ham qo'yamiz. Sassiqim katta bo'lgan 2-3 ta yetadi debman-da. Mana shunday qilib. Hozir endi video cho'zilib ketyapti. Hozir tomat surka bo'lib keyin sizlarga ko'rsataman. Tomatim sal yetmay qoldi, mayli. Baribir pizzaga tomat emas, ustidagi kolbasalar juda kerak, sir juda kerak-da. Buni solib qo'yur salafanga, bu kerak emas. Oh my gosh. Bo'ldi, endi endi sirni kesib chiqamiz. Sabiyroq qilaylik. Mana sirim bunaqa, mana shunday emas. Da mozzarella sir emas. Zato sir. Da, zato sir. Mozzarella sir emas. No, хейтировать кмимас. Da, sir. Siru mozzarella. Makaron deydi mozzarella emas, o'zi. Siru, mozzarella siri. Kim ekan? Bitta kattasini shuncha o'rtasi qaranglar. Tashlab yubordim. No problem. Mana baribir solib qo'yaveramiz. Uchib ketdi qop-qog'irga nachinka. Sosiskalar. Bunaqa sosiska. Men buni ko'proq bananga o'xshatdim. Hozir ochgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Nihoyat ochdim. Bananni. Endi buni mayda-maydalab chiqamiz. Shu ikkitami kerak bo'lar ekan. Mayda-mayda qilib kesganimga sababli. Endi mana shunaqa ikkita kerak bo'lar ekan, u yetyapti. Bitta donasi yetyapti, no mayda bu. Hozircha bunda esiga bu ko'p chiqib, ortiq qolgan o'rtalari yo'qib chiqaman. Da, o'rtasi ham odam edi. Odam neppa non. Uni maktab yo'q, ko'cha chiqsam bo'ladi. Da, всегда так. No, bitta yetabdim deymi? Kolbasa baribir katta kolbasa. Bu kolbasa necha? Kolbasa. O'rnini bosolmayapti kolbasa, o'rnini bosolmayapti sasiska. Pipero, siz qaysi pizzani yaxshi ko'rasizlar? Men qo'ziqorili pizzani, piperonini ko'rsam xush ko'raman. Piperonini ko'rsam
Pasta yeysanmi? Yana erishimlayapti. Ovoziga ahamiyat bermaysizlar. Yarmini Siraga berdim. Men bir deydi. Bir. Az yarmini yana kesib chiqamiz. Kalbasa umurda so'rayapti. Mana meni bilasizlarmi? Mana bizni var taksi. Men. Bilsanglar like bosib ketinglar. Bu kadar yuzim kelib turib, qarangki, chay bo'lib ketadi. Da, asıl yuvattı. Men endi pizza qilib beryapman-ku. Rahmat shu bo'ldimi, yeb berish. Logично. Texnologiya. Это не техnologiya. Texnologiya bo'lsa har doim yuzisini bunaqa deydi. Texnologiya. Bo'ldi, endi bizning pizzamiz tayyor. Qoplangiz. Hozir endi tovuq olib, pizzani solamiz. Tovuq olaman. Bo'ldi shu. Endi sekin solamiz. Tovuqqa qo'yamiz. Все, chiqibdi. Endi ketdik, endi mikrovolnovkaga qo'yamiz. Mikrovolnovka zo'r ochiladi-da, hozir ko'rsataman. Ushlaydigan joyi yo'q, ko'ryapsizlarmi? Ushlaydigan joyi yo'q. Hozir men buni knopkani bosaman, qaranglar. Видите? Texnologiya. Endi hozir pizzani solamizdagi. Pizzani solamiz. Bo'ldi. Bo'ldi, endi buni yoqamiz. Uzun 12 minut olyapti ekan. Endi men bosam. Ana, Mikrovolnovka 1 minut. Start. Где старт? Start edelim. 30 sekundga qo'yildi. Nimaga yoqaveramiz. Продолжаем. O'tgan safar ko'p 10 minutga qo'yganimgan ekan. Men qattiq chiqqandir ularni. Endi bu safar sal kamroq qilib olib ko'ramiz. Bitta salat qilganim o'tgan safar. Karam nima deylarmi? Kimchi qo'shgandim ichiga. Xamirchalar bordi, nomi esimda yo'q. Kichkina xamirchalar bor. Manpar qo'shuvdan. Endi men birinchi marta ko'ryapman nimaligini. Manpar qo'shuvdim. Sir qo'shuvdim ustiga, keyin mikrovolnovka qo'ydim. Achchiq bo'lib chiqqanda, achchiq. Da sir umuman foyda bermagan. O'sha achchiq bo'lgani uchun sirni qo'shardim-da. O'sha payt sirni qo'shardim, baribir yordam bermadi. Sal bo'lsa yemam-da, Agar men shu video ko'p like qilsam, meni kanalimdagi rekord like'lardan o'tib ketsa, endi sizlarga obzor qilib, room tur qilib ketaman. Bo'lmasa sal mebellar yo'q, bitta spalnida bor. Bo'ldi, shu oshxonada bor mebellar. Oppa, uzun 1 minut bo'ldi. Bo'ldi. 1 minut bo'ldi. Hammaga xayr. Lekin pizza pishirib bo'lganimizdan keyin sizlarga keyin qo'yib ketaman. Hammaga xayr.